degani bu har doim onasini emsin degani emas. Instagram pichoqni tiqib qo'ysangiz bo'ladi. Shu Telegram, Instagram qo'limizdagi narsadan biz to'g'ri yo'lda foydalansak ham bo'ladi. Mana biz 6-7 yilda qancha savob ishlar qildik, insonlarni birlashtirdik, jamladik. Bir emas 4 ta masjid qurdik. Surxondaryoda, Bo'kada, Yangiyo'lda, Soldatskiyda buni o'zi bo'lgani yo'q. Quruq pulingiz bo'ldi degani biz masjidda quraman degani emas. Uni ruxsatnomalardan boshlab, diniy qo'mitasidan boshlab bu mas'uliyat birinchi g'ishini qo'yishdan, uni tomi bitguncha uyqungizda uyqu yo'q. Bu mas'uliyat, bu shunaqa og'ir narsa. Pul bilan hal bo'lmaydigan narsalar bor dunyoda. Aytadi, pul bilan hal bo'lmaydi, ko'p pul bilan. Yo'q, goh holatlarda do'ppitor kelib qoladi. Ko'p pul bilan ham hal bo'lmaydigan holatlar bo'ladi inson hayotida. O'shaning uchun muammo deysizlarda, agar sizni problemangizni, muammoingizni pul bilan hal qilib bo'lsa, bu muammo emas. Bu xarajat xolos. Muammo qachon bo'ladi? Sog'lig'ingiz bilan bo'lgan katta muammo bo'ladi va ko'zingiz turpoqqa to'lganda muammo bo'ladi. Ulgurmadingiz bu hayotda. Biz shunchalik asli ojizmizki, o'zimizni kafanimizni o'zimiz kiya olmaymiz. Tasavvur qiling, boks qilasiz, tachka qilasiz, dunyolarni buzasiz, lavozimlarda o'tirasiz, og'ir insonlarga aylanib ketasiz. Tijoliy люди deydi. Tijoliy люди degani ko'p odam tushunadi. Tijoliy люди. Bitta qo'l qo'ysa, bitta viloyat taqdiri hal bo'lib ketadigan insonlar bor. Lekin shu insonlarni jamiki hammamiz shunchalik ojizmizki, o'zimizni oxirgi kiyimimizni ham kiya olmaymiz. Yotamiz. Bir g'assol yuvadi. Chiroyli qilib burlaringizga paxtalarni tiqib, og'izlaringizni yuvib, orqalaringizdan axlatlaringizni chiqarib, chiroyli qilib tirnoqlaringizni olib, o'zingiz topshirasiz. Olib ketadiganimiz aql bir xil yana gap, banalniy gap bo'lib qoladi. Olib ketadiganimiz o'sha qilgan yaxshi amallarimiz. Insonni 7 gram ruhimiz 7 gram bo'lar ekan. Olimlar tadqiqot qilgan, kim vaqti bo'lsa, hali bir kitobini ham storiesga qo'yaman, o'qinglar. 1879-yilda dunyo olimlari taroz yasashgan. Taroz. Shunaqa nanamol nanogrammigacha o'ylaydigan taroz yasashgan. O'lim to'shagidagi yotgan bir nechta insonlarni mana hozir o'ladigan, o'lim holatda, yoshi ham o'tdi, sog'lig'i ketdi, mana hozir og'ir holatda yotadigan insonlar, joni uziladigan insonlarni o'chirib shu tarozga qo'yishadi. Va joni uzilgan payt haligi tana, jasad, 50 kilolik tana, 100 kilolik tana 7 gramga kamayadi. 7 gramga kamayadi. Va olimlar yuzlab insonlarni tarozni o'lchagandan keyin tana 7 gramga kamaygandan keyin u tarozga hayvonlarni ham qo'yishni boshlashadi. O'sha tonnalab otlarni, itlarni, maymunlarni, hayvonlarni, qo'ylarni, mollarni qo'yishadi. Ana o'shalarni grami kamaymaydi. Demak, bizni ruhimiz boqiy yashaydi. Biz o'zi bu dunyoda o'zi bir putnik. Vaqtincha yelkamizda ryukzakimiz bilan yashab o'tib ketadigan, aslida kechasi final deb stories qo'ydim. Bu final emas. Nabarot, начало, start. O'limimizdan keyin start. Biz hozir bu vaqtincha laka-luka yuribmiz bu yoqda. Men kachokman, men bilad oktagonni zo'riman, men bilad viloyatni zo'riman, men ko'chani zo'riman, men zo'rman deydi hamma. Aslida bunaqa diniy mavzular bizga mumkin emas, aqlli mavzular ham mumkin emas, kerak emas deb maslahat berilgan. Chunki har bir joyda o'zini tosh tarozusi bor. Shuning uchun bizni ko'p inson kuzatadi. Mana provokatsion savollar bo'lyapti. Ko'tlar haqida nima deysiz deyapti. Menga mumkin emas bunaqa mavzular haqida javob berish, chunki hozir sal qaltisroq vaziyat. Mumkin emas. Kelinglar undan ko'ra tirnovkani bosaylik. Duxini bundoq Mahmudlarga sepib qo'yinglar, bunaqa joylarga. Bundoq so'rashganda bundoq, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Nech pulli hidi kelyapti.
Protein zararmi? Nima keragi bor mana shunaqa savollar? Nima keragi bor? Azaki testosteron farma payti farzand uchun harakat ziyoni yo'qmi? Tak, testosteron. Timur aka, siz o'zingiz Timur aka, meni o'zimni zalim yo'q. Lekin juda ko'p takliflar, juda ko'p hamkorlar. Lekin 5 yil ishlagan zalim bor shu yerda, Qatortol Parus, bizning radnoy joy bo'lib ketgan. Maslahat beraman, juda zo'r sharoit va hozir ko'proq Buka Jimdaman aka, mana keldim. Men aeroport ustidan tushganingizdachi, Kazinka orqasida. O'zim zalim yo'q, lekin hozir bitta kulachkada urushmoqchiman aka. Bu yoqdagi hozir maqsadni amalga oshiraman. Yutaman, yutqazaman, natijasi qiziq emas. Glavni chiqishim. Chunki kachok odam urushishi qiyin. Chunki kachok odam qo'pol bo'ladi. 10 yilda tana qotib ketgan. Shu o'zimni promotion ochganman, Keostet. Shunda urushmoqchiman. Ham bu promotionimizga obro', ham reklama. Mana bundan keyin xudo xolasa aka yana kachkaga qaytib bitta zal ochish niyatim qo'yib qo'ydim, xudo xolasa. Shunda albatta o'zimga o'xshagan sal noodatiroq insonlar meni ham zalimga kelsa albatta xursand bo'laman, chunki bir xil farishta insonlar bilan gaplashib bilan jonga tegib ketdi. Hamma biladi begunoh, hamma idealni, hamma zo'r, hamma to'g'ri, hech kimning haqqiga xiyonat qilmagan, qilmayapti. To'yga borganda emchak kattaga hech kim qaramayapti. Ko'ttaga qaramayapti. Hamma mana shunaqalardan juda bir o'sha charchab ketdim. Sal o'zimga o'xshagan jinniroqlar ham bormi? O'shanaqalar bo'lsa, zal ochsak chaqiraman, o'shalarga skidka qilib beraman 50%. O'zimga o'xshagan mahsulotlaringiz bor deb qo'yaman. Aka, mana shu o'zimga o'xshagan sal jinniroqman deb qolsa, bo'ldi aka, 50% sizga skidka, sog'larga skidka yo'q deb aynoy. Sal jinniroq bo'lsa, o'zimga o'xshagan 50% skidka deb qo'yaman. Amino hardcore haqida aytib bering. Yo'q, aytib bermayman, chunki uni ham O'zbekistonga olib kelib biznes qilib o'tgan aka-ukalarimiz bor. Biz u haqida ko'p fikr bildirganmiz, ma'lumot toshlari otilgan. Shundan keyin internetdan izlab qo'ya qoling. Temur aka, menda ishni o'tdi. Qaranglar, hozirgi yoshlarga hamma ma'lumot bor, yoshlar bilan. Sizlar shu qaranglar, mana internet, bitta Instagram misol keltiramiz. Telegram, Facebooklarni qo'yinglar. Instagram o'zida mana chiqyapsiz, xotiningizdan urushib qoldingiz, semeyniy psixolog. Tam kimdir nikohga olmoqchisiz, domla mulla. Tam mumkin yo mumkin emas. U ham hal qilib tashish. Trenovka qilmoqchisiz, mana 1000 ta trener, hammasi bittasi oligi tabiiy, bittasi notabiiy, bittasi ko'tiga ukol tiqqan, bittasi tiqmagan, bittasi tiqqan o'zi ham bo'yniga olmagan, bittasi faqat tvorog yeb ishib ketgan, bittasi faqat grudka yeb ishib ketgan. Mana kachok bo'lib ketdi. Bunisiga qarasang hammasi boyets, mana xohlasang boyets bo'l, o'rgataman deyapti, o'rga. Trader bo'lmoqchi bo'lsam, mana 1000 ta kurs trader bo'l, biladi. Bilmayman, biladi. Qo'shiqchi bo'lmoqchi bo'lsam, mana 1000 ta qo'shiqchi mana shogird olar ekan. Shoir bo'lmoqchi bo'lsam, mazanga g'azallar yoz. Treninglar, aqlli bo'lish, mana pul kartadan kartaga havoda o'tadi deyapti. Elementlar orqali o'tadi deyapti. Shunaqa motivatorlar bor. Hamma narsa bor, lekin yoshlar yana maslahat so'raydi. Ularga vechna, biladi, motivatsiya yetmaydi. Hamma bularga motivatsiya должен, biladi. Hamma biladi. Bu yoqda Mike Tyson motivatsiya должен, bu yoqda Aziz Estet motivatsiya должен, bu yoqda bitta boyvachcha oligarx, boyvachcha biznesmen motivatsiya. Oka, motivatsiya bering, motivatsiya. Onangni oqargan sochlariga qara. Otangni beli bukilib qolgan, unga qara. Ana motivatsiya. Hamma shunda ham bu yoshlar baxtsiz jalab. Shu choq o'tirmay qolsa, androlog, urolog, doktorda tam Aziz ham yordam beradi. Kapak urish foyda pluslari, uni ham maslahati bor, hamma narsa bor. Bola qilmayapsan, bor, eko qildir. Tam bilay, bilmayman, hamma narsa bor, bilay. Biz yoshligimizda jalab ATSga borib, Andijonga, men Toshkentdan Andijonga telefon qilish uchun
5-kabinaga kiring, 3-kabinaga kutib o'tirardi hammomda, og'ilib kutib o'tirardi. Borib turib, keyin kabinada "Alo, yaxshimisan?" deb gaplashardik odamlar bilan. Hozir jalab odamlar мы утопаем в дофамине, утопаем. O'zbekchani o'zbekcha qilaman. Biz insonlar hozirgi paytda ayniqsa yoshlar quvonch garmoniga ko'milib qoldik. Shuning uchun biz hech narsa quvontirmayapti. Bu hammasi sharoit zo'r bo'lib ketgandan. Мы утопаем в дофамине. O'zi quvonch garmoni mana предвкушение deydi, qanaqadir ertaga sayohatga uchmoqchisiz, misol uchun qo'lingizga bilet ketmoqchisizda, ana предвкушение bu quvonch bo'ladi-yu, tik haligi quvonib uyg'onasiz, zo'r nastroyda. Dofaminda bu, счастье, garmon, счастье, serotonin, dofamin. Qaranglar-da, yoshligimizda bitta mashina olish uchun vukipchilar bo'lardi. Voy, ona 30 yil to'lashing kerak edi u mashinaning pulini. Mashina olish orzu bo'lgan. Betonkada bitta mashina o'tardi. Hozir betonka o'chirib turib, probka imkoniyat. Mana $10,000 mashinaga boshiga $1,000 berib ol. Mana 1000. Yo'q bular shunda ham Adin domeni ko'rganimizda jalab pizzani televizor orqali ko'rardik. Da o'shani hidini hech qachon burnimiz his qilmagan. Gastronomический orgazm his qilardik. Pizza Adin domi yesa biz nima ekan derdik, pizza derdik. Hali og'zimiz ta'mni bilmaydi. Hozir jalab qutirib ketgan yoshlar ham jalab xuyet qo'rgan. Pepperoni yeymizmi bugun? Men pepperoni yeyman. Sirligidan двойной bor. Voy jalab bo'yin go'sht. Biza hayitda onangni ham biz yetim bo'lib katta bo'lganmiz. Mahallamizda kimdir qo'y so'ysa 2 kilo go'sht beradi, 1 yilda bir marta. Hozirgi jalab bo'yin go'shtiga boradimi? Bo'yin go'shti, tashoq go'shti, anu veriska deydimi? Anu laqim joyidan yelkalanib ketgan yoshlar uyet qilgan. Bizni urib onangni yemagur oyog'imizni ko'kartirardi. Ota-onamiz bilmayman, hozirgi zamon ota-onalari bilan bizni zamondagi ota-onalarni solishtirsam, bizni ota-onalar fashist bo'lganmi? Ayamaganmi? Ularning zapasnoy bolalari bo'lganmi deyman-da, 5-6 tada. Hozirgi bolalarimizga sal qattiq gapirish. Bitta etikka opacham bilan kiyardik. Men abidgacha o'qirdim, opacham abiddan keyin o'qirdi. Bitta etikni kiyardik almashibdi. Hozirgi farzandlarimizda 10-15 ta kiyim bor, krossovkasi bor, hammasi. Yana ko'ngliga qaraymiz. Erta yo'qotib qo'ymadimmi? Deb qo'rqamiz ko'yniga. Bizni ko'ynimiz bo'lmaganmi? Jalabmi? Biz odam bo'lganmizmi o'zi bir. Shunda ham bu yoshlar baxtsiz. Shunda ham o'tirib storiesiga kirsang, jalab как будто bir Donald Trumpga o'xshab 3 marta default bo'lib, 3 marta bilad krizisdan chiqqan odamdek o'zini tutadi. O'zi bir parcha xom teri tashlab ketgan xolos ani bitta. Bichvachchani topgan, u jalab 8-martga unga podarka bergan, bugun 23-ga paypoq bermaganiga endi siqilib chochi yurib tashagan storiesda bevafo dunyo. Voy pidaras, seni bitta ayol kishi shunchalik sindirgan bo'lsa, hali hayotda qancha muammolar kutyapti seni uka. Sen tayyor emas ekansan-ku. O'shaning uchun erkalavordik biz yoshlarni. Erkalavordik-da. Bolalar arava tort, bizni yoshligimizda 4 ta 5 ta ish bo'lardi. Bittasi jalab non tashirdi. Chorsida, Qo'yliqda, bizni bozorda tam 4 ta non bilan 50 so'm pul berardi. 50 so'm. 100 so'm bor, 200 so'm bor, 500 so'm. Hozir yo'q ketdi. 1000 so'mlik ham yo'q ketdimi hozir? Hozir 5000 talik ham yo'qmi? Hozir necha pullik bor? Eng kichkina pul. 10,000 so'm bor hozirda. 50 so'm berardi. 50 so'm bilan 4 ta non berardi jalab. Biz u 50 so'm bilan 4 ta lepyoshka non uchun diqqat bilan eshiting. Novvoyxonadan bozordagi non rastasigacha 20 marta reys qilardik. 4 ta nonni hurmati jalab. 4 ta lepyoshka non bilan 50 so'm. 50 so'm, ha? 50 so'mga yana 2 ta non beradi maksimum. Hozirgi bolalarga 4 ta non uchun nima qildira olasan? 4 ta non uchun biladi. 3000 so'mdan 12000 so'm bo'ladi. Lepyoshka non 5000 so'mdan 20000 so'm bo'ladi. 20000 so'mga hozir 12 yosh, 15 yosh bolani ishlata olasanmi? Yo'q jalab, bu nima bich ko'ryapsan?
arava tortdi, 4-5 ish bo'lardi. Gruzchiklik, Mardigor bozor, arava, yana nima bo'lardi? Tarvuz tushirardik bozorda, kamas. Bozorda, движение bozor mana shunaqalar bo'lgan. Hozir ofitsiant bo'lib ishga kirsa ham 5 million oyligi bor, plus premiyasi bor, plus foiz oladi, bir balola qilib 10 million pul topsa bo'ladi. Bor imkoniyat. Mashina arendaga ol, mana kuniga 200 ming so'mdan Cobalt ol. 500 ming so'm ishla Yandexda, 300 ming so'm foydang bor. 30 ko'paytirsang 9 million. Endi yaxshi ishlasang o'zingga omading. Yo'q, bular buni shunda ham baxtsiz, shunda ham bilad. U yomon, bu yomon, hokim yomon, boshqa yomon, hamma yomon. Bitta u pidaras zo'r. U zo'r, u aqlli, u bilad halol, u pok, u boshqalar bilad sal boyib ketgan bo'lsa, u haromdan boyigan, hech qachon haloldan boyimaydi, miyasiga quyib qo'yilgan shu. O'zidan boyi, o'zidan zo'r qo'shinni ko'rsa xursand bo'lmaydi. Ichidan eng yomon narsa mana shu bir insonni yokida yomon ko'rib yashashda nafratlanishga ham energiya ko'p ketadi. Kimdir ko'ra olmaslikka ham kuch ketadi. Постоянно uyqudan turib kimdir yomon ko'rishingiz kerak. U yangi mashina oldi, siz uni ko'ra olmayapsiz. Uni yomon ko'rishingiz kerak. Energiyangiz ketyapti. Uy quryapti, siz uni yomon ko'ryapsiz. Energiyangiz, shu energiyangizni, shu kuchingizni, shu har kungi vaqtingizni kimdir qo'shningizni, do'stingizni nafratlanishdan, yomon ko'rishdan, uni kirdikorlarni aybini izlashga ketgan kuchingizni undan ko'ra o'zingizni talantingizga ishlatsangiz-chi, balki siz aktyordirsiz. Talantingizni ochish uchun vaqt ajratmayapsiz, chunki uni nafratlanish bilan o'g'rasiz-ku. Balki siz futbolistdirsiz, balki siz boksyordirsiz, balki siz tijoratchidirsiz, balki siz bilmayman bir vaynerdirsiz, blogerdirsiz, who you know kimdirsiz. Hech bo'lmasa o'sha bilad. Yo'q, u nafratlanadi, uni yomon ko'radi. U yomonlik qilmagan u yomon ko'radi. Понимаешь? Bu dunyoni bir itga o'xshataman, qo'pol qilib aytganda. Jag'li chiqib turgan, g'irlab turgan, tishlayman deb turgan it. G'irq turibdi. Siz ham unga g'irq qilsangiz nima bo'ladi? To'qnashuv bo'ladi. Boshini silasangiz, unga ozgina non bersangiz, kulsangiz, qarasangiz sekin duminliklatadi. Dunyo ham shunaqa. Dunyoga mundoq kulib, bir yaxshilik bilan bir insonlarga pishig'ot o'tkazayotdim, yo'l ber, yordam ber, mana ehsonlarga chiq. Bir insonga manfaatsiz, hech narsani o'ylamasdan janozasiga borgandek, tutqin o'zingni ehson berayotganingda, janozaga borgandek. Ya'ni janozaga boryapsiz, bilasiz u odam o'ldi-yu, kelmaydi janozangizga. Ehsonni ham shu prosta berib yorib, yaxshilik qilib yashachi, duo qilsinchi, duolar taqdirlarni o'zgartiradi. Спасибо всем. Bu dunyoda xafa qilish oson, insonlarni xursand qilish qiyin bo'lib qoldi. Bo'pti. Men trofkam bosib, bolalar telefon qilib to'xtatmayapti. Hamma boshlabdi, bitta men qolib ketibman. Ko'rishgancha.